Birde bir aksakal deydi, bir jigitni uruşup atır deydi. Ne göründü sagan? Osonday toqtiq zamanda oraza ustab. Bul oraza degan kishi ana asharchilikda chiqqan. Jemaysinmi, ishmaysinmi? Mana mening jasimdadir 80 ga keldi. O'sha vaqtgacha oraza tutgan emasman. Sodan Xudayning qudrati jangi bola indamay ketibdi. Bir kuni bir jigit kelib, moldaga uyda akam qattiq og'rib жатыр edi. Bir dem salib berish. Javob ishara endi meyil deb turib, molda degan qo'ydan chuas chaylab borib qarasa, boyagi chaqaga o'zini urishgan ne qilasini oraza tutib deb qo'yib, urishgan qariya жатыр deydi. Moldani ko'rib ko'z chiqib ketdi. Sonda jilagan ekan, "Ey moldaka, meni kechir endi. Xudayning qudratini qarashi. Sendir jilina bir oy g'ana ishlovdan tiyilasınlar. Xuday mаған qiltamaq berib qo'ydi, qiltamaq avrudi. Qarasang da orasasin, qalamasang da orasasin da o кезде. Qarang, Xuday qiltamaq avruini berib qo'ydi-da. Endi ol bishara bir suv emas, o'zining ana og'zindagi sülökeyin jutuga da zar bo'lib o'tirdi. Qarang, mana sülökeyning og'ziga chiqib, buning jutib turuluvi da odamzatning denesi uchun foyda.